Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala rasulillah. Atirgulning suratga aylangan holi. Mana u gul ruxsorini ko'rganimga ham bir hafta bo'lib qoldi. Bu bir hafta go'yoki bir umr kabi cho'zildi. O'zim deyarli har kuni boradigan saroyga endi hafta bo'yi qattiq hayajon bilan borib keldim. Nigohim hamma yerda bir suratni izlar edi. U shunday bir surat ediki, Zuhro yulduzining ko'zi tushsa, uyalganidan yerga yiqilar. Osmon va falakda qush yonar. Yerda esa tuproq. U shunday bir atirgul ediki, bu diyorlarda uning o'xshashi ham, monandi ham yo'q edi. Uning bu olamga tegishli yo'li emasligi ko'rinib turar edi. U bir parivash, bir hurliqo edi. Jannatdan chiqqan qochoqqa o'xshaydi-ya. Bunday gul bu yerlarda nima qilib yuribdi? Uning bu yerlarda nima ishi bor bo'lishi mumkin? Nega u bu qo'llarga kelib tushdi? Gulzoridan ayrilgan bir dona betakror atirgul. Rangiga o'xshashi ham, o'ziga o'xshashi ham, uni eslatadigan ham yo'q bo'lgan o'sha betakror atirgul. Mening har kunim uni ko'rish ishtiyoqi bilan o'tar edi. Aslida uni ko'ra olishimga ishonchim komil ham emas. Qalbimda na uning ismi bor, na bir alomati. Faqatgina ko'zlarimni lol qoldirgan bir go'zallik bor xolos. Tunlari faqat uni o'ylab chiqaman. Mana necha yildirki so'qqa bosh yashayman. Na do'stim, na og'aynim bor. Men faqat kitoblarga ko'milib, ilm olib yashashni istadim. Bor yo'q do'stlarim ham kitoblarim edi. Ular meni tushunar edi. Men ularga gapirib berar, ular esa quloq solar edi. Men yoru do'stni kitoblar orasidan qidirdim. Yoru do'stning meni topib olishi bunchalar oson ekanmi, ha? Ko'zimni yumib ochgunimcha sodir bo'ldi-ya. Meni u o'zi topdi. Shuncha yildan beri o'zimdek bir qatrani ummonga eltib qo'yadigan yel qidirdim. Mana endi o'sha yel shundaygina ko'ksimga kelib urildi. Yurak degan narsani ma'noga aylantirib, jismoniy vujudni ham yoddan chiqargidek zalvorli tushdi uning zarbasi. Shunday achchiq faryod o'rladiki tilimdan. Tuni bo'yi yonib, kuyib, o'z yog'imda o'zim qovurildim. Uni biron marta qayta ko'ra olmadim. Sultondan so'rasammikan deb o'yladim. Hijolat bo'ldim. Shunday buyuk sultonga bir kami ko'nglim dardarini to'kishim qoluvdi o'zi. Bunday qilishga or-nomusim yo'l qo'ymaydi. Nima bo'lganda ham uni yana bir kuni ko'rib qolsam kerak. O'zimcha shunday niyat qilar edim-da. Bugun bu tor qiyalikdan boshqacha bir hayajon bilan chiqib keta boshladim. Tosh ko'chaning chorxirra toshlarini bitta-bitta bosib, yolg'iz ketib borar edim. Bunda yurishdan maqsad biroz dam olish, toza havoda sayr qilish edi. Shu niyatda Uskudor taraflariga, sohil bo'yiga ketdim. Sohilga urilib turgan to'lqinlarni tomosha qilishni juda yaxshi ko'raman. Baliqchilarning baqir-chaqiri ham quloqimga yoqadi. Baliqchilardan sabr qilishni o'rganaman. Ular bu yerlarda soatlab kutib o'tiraveradilar. Ko'pincha baliqsiz uyga qaytsalar-da, baribir sabr toqat bilan kutaveradilar. Mana shu havzadan o'z rizqini terib yurgan o'nlab insonlar. To'lqinlarni tomosha qilar ekan, Xudo biladi, ularning hayolidan nimalar o'tar ekan. O'zimchi, men nimalarni hayol suryapman. Qalpog'ini qo'lida tutgancha o'zi dengizga otgan qarmoqning uchini bitta yarimta baliq qimirlatib qolishini kutib, qo'lida mo'jazgina kitob ushlab o'tirgan bir baliqchiga yaqin keldim. Yarim qarich o'sib ketgan mosh kichiri soqolli, shop mo'ylov bu baliqchi haykaldek qotib, ma'buddek mahobat bilan o'tirar edi. Boshida soch qolmasligiga sabab baliq tutishning qiyinchiliklari bo'lsa kerak degan xayolga bordim darrov. Baliqchiga yaqinlashgan sarim uning yuz ko'rinishi darvesh sifat ekani ma'lum bo'ldi. Shundaygina yoniga keldim. "Keling" dedi u. "Nimanidir qidirayotganmidingiz? Agar baliq qidirib kelgan bo'lsangiz, mening qaramog'imga baliq hech ilinmaydi, bilib qo'ying. Borib boshqalardan sotib olavering." Bu gaplarni xuddi men uni bajarayotgan muqaddas vazifasidan chalg'itayotgandek ohangda gapirdi. Bir nafasda bu gaplarning barini aytib, menga teskari o'tirib oldi. Men undan faqatgina bir narsa so'ramoqchi bo'lgandim, xolos. "Yo'q" dedim. "Shunchaki so'ramoqchi edim.
Bu juda qiyin ish. Bu ishda sabr kerak. Tushunmagan joyim shuki, sabrli bo'lish uchun nima qilish kerak? Men dengizga qaragan chog'im o'zimni tiyib tura olmayman. Ishqim jo'shadi, to'lqinlanib ketaveraman. Pinhon so'zlarimni bir nafasda aytib tashlayman. Sizchi, siz qanday qilib sabr qilasiz? Baliqchi kitobdan asta nigohini ko'tardi. Ko'zlarini quyosh nuridan qisib yuzimga tikildi. Aniq-ku bu taqsir, bu ishda sabr lozim. Sabr uchun esa ishq va muhabbat lozim. Bu qanaqa ishq bo'ldi o'zi? Bittagina baliq uchun shu yerda soatlab toqat qilib o'tirishga olib boradigan. Bittagina baliq ovlash uchun ham bu ishga ishq bilan kirishish kerak bo'ladimi? Hech qaysi ovchi bu yerda baliq uchun sabr qilib o'tirmaydi. U rizq uchun sabr qiladi. Savodsizlar esa buni tushunishmaydi. Biz tutgan baliqlar shunchaki badanimizni to'ydiradi. Bular shunchaki bir hadya xolos. Yaxshilab tikilsangiz, buni baliqlarning ko'zidan ham o'qib olasiz. Ishqning mag'zi shukurdir. Baliqning shukuri o'lish. Bizning shukurimiz esa rizq bo'lsa, ularning qaysi biri qiymatliroq? O'lganmi yoki to'yganmi? Tag'in siz bitta baliq tutish uchun ham ishq kerak bo'lar ekanmi deysiz? Ishq nimalarga kerak bo'lmaydi deysiz? Odam zotining aqli noqisda. Odamning ishqi qora tuproqqa ham, bir tomchi suvga ham, bir parcha qog'ozga ham tushaveradi. Ishqni nega bir narsaga cheklab qo'yaverasiz? Ishq degani har bir narsaning mohiyatida mavjud narsa emasmi? Men unga bor yo'g'i bittagina savol bergan edim. Uning shuncha gaplari nega aytildi? Boshim qotib qoldi. Bu odam mazkur gaplarni nega menga aytib berdi? Tan olayki, baliqchi fikrini juda chiroyli ifodaladi. Unga nima deb javob berishni ham bilmay qoldim. Unga so'z qotgudek holim ham, aytgudek so'zim ham yo'q edi shu payt. Bu odam meni savodsiz dedimi? Tag'in umri kitoblarga ko'milib, ilm olish bilan kechgan odam bo'lsam. Baliqchining oldidan ohista uzoqlashar ekanman. Ko'zim u hozirgina yonidagi mo'jazgina o'rindiqqa qo'yib qo'ygan kitobga tushib qoldi. Kitobning ustiga husni xat bilan ishq va muhabbat ilmi deb yozilgan edi. Ishq va muhabbat ilmi. G'alati-ku. Bunday kitobni o'qish tugul otini ham eshitmagan ekanman. Bu odamni shu yerda ko'rib, u bilan gaplashib qolishim tasodifmikan? Nahotki bu shunchaki tasodif. Ovozingiz baroridan kelsin taqsir, rizqingiz mo'l bo'lsin dedim va u yerdan uzoqlashdim. Rizqi ko'p insonning yo'li oz bo'ladi. Bu yo'lda oz ham bir, ko'p ham. Ehtiyot bo'ling. Qarmoqqa ilinib qolmang o'g'lim.